Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Tashyap ovulidagi bir vaqtli xonadonimizdan quyini perda asmaga kirdi. Kiprik fasonimiz. Eğer sizge de shunday chiroyli uylaringizda xonadonlaringizda perdalar kerak bo'lsa, bular ham perdalarga murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi kunlaringizda chiroyli etib asib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Tashyap ovulidagi bir vaqtli xonadonimizdan quyini perda asmaga kirdi. Kiprik fasonimiz. Eğer sizge de shunday chiroyli uylaringizda xonadonlaringizda perdalar kerak bo'lsa, bular ham perdalarga murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi kunlaringizda chiroyli etib asib beramiz.